Soliha ayolning johil er haqqiga duosi. Ijtimoiy tarmoqda chet eldagi imom-xatiblardan biri aytib berganini eshitgandim. Ancha yillar muqaddam masjidlarimizda yoshlarni ko'rish amri mahol edi. Asosan yoshi kattalar, keksalar kelardi. Men jamoatning deyarli hammasini tanirdim. 1-2 kundan beri 25-30 yoshlar atrofidagi norg'ul, qorako'z yigit ko'rinish bera boshladi. U masjidga muntazam qatnar, bomdod namoziga astoydil edi. Ko'rib xursand bo'ldim. Haqqiga g'oyibona duo qildim. Kunlarning birida bir tanishim kechki dasturxonga taklif qildi. Xuftondan keyin birga chiqib ketishimizni tayinladi. Unga rozilik berib, xayrlashdim. Ziyofatga o'sha yigit ham tashrif buyurganini ko'rib quvondim. So'rashib suhbat qurdik. Aslida yig'in bois mezbonning qizining unashtiruv marosimi ekan. Shunga ikki og'iz yoshlarga nasihat qiling, haqlariga chiroyli duoda bo'ling, deya chaqirtirgan ekan. Keyin bilsam, o'sha men bilgan qorako'z yigit bo'lajak kuyov ekan. Unashtiruv chiroyli o'tdi. Yoshlar haqqiga xayrli duolar qilindi. Ertasi kuni ham doimgidek boshlandi. Bomdodda yigitni yana ko'rdim. U ertalab birinchilar qatori masjidga kirib kelar, oldi safda o'tirishi bilan ajralib turardi. To'y bo'ldi. 1-2 kun namunadagidek davom etdi. Lekin 4-kuni kuyov ko'rinmadi. Bomdodga kelmagandi. Kunlar o'tsa hamki jamoat namozlarida ko'rinish bermasdi. Umuman kelmay qo'ygandi. Holini bilay degan maqsadda so'rab surishtirdim. Qaynotasidan so'rasam, kuyovidan noli ketdi. U nomard qizimga uylanish maqsadida namoz o'qir, menga yoqish niyatida jamoatlarga qatnar ekan. Qizimga uylanib bo'lgach, hamma narsani tark etdi. Avvalgi ishlariga kirishib ketibdi. Yana o'sha maishatbozlik, yana o'sha o'yin-kulgi, taqvodan asar ham yo'q. Alloh barchasiga qodir zot. O'ziga duo qiling. To'g'ri yo'lga qaytib qolar, insof berib qolar, deya tasalli berdim. Aslida kelin juda taqvoli, soliha, begona erkaklar nazaridan yiroq edi. Oilaviy muhit ham maqtasay, arzirli, o'shanday qizga erishay degan niyatda shu hiylani o'ylab topgan ekan bu yigit. Ancha muddat o'tdi. Kunlarning birida kuyov yana bomdod namoziga paydo bo'lib qoldi. Avvaliga hayron bo'ldim. Namozdan so'ng yuzlashdim. "Ko'rinmay ketdingiz, birodar, tinchlikmi?" deb so'radim. Kuyov gap boshlamasidan suhbatga qaynota aralashdi. "Qo'ying taqsir, bu hozir yana bahonalar o'ylab topadi. Shuning gaplarini eshitib o'tirasizmi? Yo'lidan qolmasin. Suhbatimizni usiz davom ettiraylik", deya uni o'rtadan chiqarib yubormoqchi bo'ldi. U "otajon" deb qaynotasining qo'lini o'pishga intilar, qaynota esa jahl ustida uni siltab tashlar edi. "Mayli, nima desangiz haqsiz. Men ko'p xatolar qildim, lekin alhamdulillah, bugundan tavba qilib namoz o'qishni, jamoatda bo'lishni boshladim. Endi qoldirmayman inshaalloh", dedi kuyov. Bundan qaynota yanada asabiylashar, qisqa muddat bo'lsa-da asrga tatigulik o'tgan alamli xotiralarini aytib kuyov yuziga solardi. "Sen qizimga uylanish maqsadida namoz o'qiding, menga yoqish ilinjida jamoatga qatnading. Uylanib bo'lgach eshaging loydan o'tdi. Namozlarda ko'rinmading, gunohlarda muntazam eding. Necha marta qizimni olib ketmoqchi, sen bilan ajrashtirmoqchi bo'ldim, qizim ko'nmadi. Otajon qo'ying, deb seni tanladi. Kuyovingiz to'g'rilanadi", derdi. Ko'p narsalarni menga bildirmasdi, lekin seni kuzatib, xatolaringga o'zim guvoh bo'lardim. Qadaming bejo edi. Endi sabr kosam to'lgan. Qizim bilan ortiq yashamaysan, ajrashasan. Qizimga noloyiqsan. Shuncha gapni eshitib, yigit bosh egib turardi. Bir gapni qaytarardi. "Endi bu ishlarimni qaytarmayman, tavba qildim". Qaynota kuyov masjidda yuzlashib qolib, nimadir ro'y berishini bilgan oqila qiz masjid eshigi oldiga kelib turgan ekan. Holatga guvoh bo'lib, masjid ichigacha kirib keldi. Otasining jahli va jirkishlarini ko'rib, uni to'xtata boshladi. "Otajon, kuyovingiz tavba qildi. Endi namozlarda, xayrli ishlarda bardavom bo'ladi. Mana ko'rasiz", dedi va bo'lgan voqeani aytib berdi. Bildirishicha, yigit qimorboz bo'lgan ekan. Ichib kelib, uyda to'polon qilish, qo'liga kirgan narsani qimorga tikib yutqazish odati bor ekan. Shunday bo'lsa-da, oqila ayoli eriga qarar, xizmatini qilar, haqqiga tinmay duoda bo'lar ekan. Oxirgi kuni ham shunday voqea bo'lgan. Ichib kelgan, janjal qilgan, so'ng uxlab qolgan. Kelin uni joyiga olib kirgan. Tun yarimlagan paytda nimadir bo'lib uyqusi qochgan er yonida ayoli yo'qligini ko'rgan. Xayoliga ilk onda "Meni mast deb o'ylab, o'zi boshqalar bilan buzuq ishlar qilib yurgan bo'lmasin", degan fikr kelgan. Sassiz holda birma-bir xonalarni ko'zdan kechira boshlagan.
qarasa, ayoli qo'shni xonada joynamoz ustida yig'lagancha duo qilayotgan ekan. Erining haqqiga tinmay Allohga iltijo qilib, shunaqa chiroyli narsalar so'raganki, erining butun badani jimirlab, titrab ketgan, chidab turolmagan. Xotinining yoniga borgan va qo'lidan tutgancha, "Sen mening haqqimga bu badbaxt qimorboz, osiy erining haqqiga shunchalar duo qilasanmi? Men bunga loyiq bo'lmasam-da, shunchalar xayrli narsalar so'raysanmi?" deya birga qo'shilib yig'lay boshlagan. Bo'ldi, tavba qildim. Qaytib qing'ir yo'lga kirmayman. Sharobni og'zimga olmayman. Qimor o'ynamayman. Solih inson bo'laman. Namozlarimni ado etaman. Mening haqqimga kechalari bedor bo'lib shuncha duo qilar ekansan. Nega men o'zim uchun bunchalar harakat qilmayman? Nega to'g'rilanishga intilmayman? Intilaman, albatta, deb duoni birga tugatishgan. O'sha vaqtning o'zida astoydil g'usl qilib, pokiza holda xufton namozini o'qigan va tong saharda jamoatga bomdod namoziga chiqqan ekan. Men voqeani eshitib, qizga tasanno dedim. Uni sahobiya onalarimiz kabi sifatlab qo'ygan va bu xonadonni saodat asri xonadonlari qatorida taqvo-yu xayriyat ila sharaflantirgan Allohga hamdlar aytdim. Qiz va yigitning haqlariga chiroyli duo qilgancha ularni kuzatib qo'ydim. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, xayriyatga boshlovchi ham, noto'g'ri yo'ldan qaytaruvchi ham Allohdir. Hidoyat faqat uning izmidadir. Bechora va muhtojlarning kechalari qo'l ochib zo'rlangancha qilgan duolarini, iltijolarini qabul qiladi. So'rovchilar qarshisida uning eshigi hech qachon yopiq emas. Muvaffaqiyat ishonchga yarasha bo'ladi. Allohga xolis, chinakam ishonish insonga ulkan quvvat beradi. Lekin hamma ham buning uddasidan chiqa olmaydi. Insonning Allohga kuchli ishonchi bo'lsa, ko'p narsani so'rayveradi. Boshqalarning nazdida imkoni bo'lmagan ishlarning ham amalga oshishiga ishonadi. Inson dardini ko'chadagi duch kelgan odamga aytavermaydi, balki ishonganiga so'ylaydi. Demak, u barcha ishlarda Allohga yuzlansa, uni tanigani va unga ishongani uchundir. Chunki kishi begona odamga dardini aytolmaganday, Allohga yuzlanmasa, undan so'ramasa, xuddi uni tanimaganday bo'ladi. Bunga hayotiy bir hikoyada guvoh bo'lamiz. Men universitetda o'qirdim. Doim a'lo baholar olishga harakat qilardim. Yaxshi o'qiydigan talabalar ko'p edi. Men ulardan ham ustunroq bo'lsam, derdim. Shu bois ko'p zikrlar qildim. Kechalari namozlar o'qidim. Sajdalarda: "Ey ulug' ikrom sohibi, ey barcha narsaga qodir zot, menga o'z huzuringdan hurmat, izzat bergin" deb duo qilardim. Alloh duolarimni ijobat etadi. Mening istaklarimni ro'yobga chiqaradi degan ishonch bor edi menda. Alhamdulillah. Bu imtiyozga erishdim va talabalar ichida eng yuqori baholarni oldim. Bu Allohning fazli, duoning barakasidan edi. Alloh mening so'raganlarimni berishiga bo'lgan ishonchimning samarasi bo'ldi. Misol uchun, odam qarshisida turgan shaxsga qanchalik ishonsa, shunga yarasha narsa ola oladi. To'g'ri emasmi? Demak, inson Allohga qanchalik ishonsa, shunchalik muvaffaqiyat g'alaba qozonadi, rizqi mo'l bo'ladi. Shu sababli mo'min Alloh haqida doim to'g'ri gumonda bo'lishi kerak. Men bandamning gumonidaman ma'nosidagi hadisi qudsiy ham shunga dalolat qiladi. Ya'ni, banda Alloh haqida qanday gumon qilsa, Alloh taolo unga nisbatan shunday bo'ladi. O'quvchilik paytim. Maktabda o'qib yurgan paytimda namozlarimdan keyin duolarni kanda qilmasdim. Allohdan nimani so'ragan bo'lsam, albatta bergan. Tilaganim so'ragan vaqtimda amalga oshardi. Juda arzimas, kichik duolarim ham ijobatsiz qolib ketmasdi. Ertaga falon ish bo'lsin desam, Alloh o'sha aytgan vaqtimda muhayyo qilib qo'yardi. Namozlardan tashqari ham doim zikr va duoda bardavom bo'lardim. Allohning fazli bilan o'quvim yaxshi edi. Darslarga o'z fursat qolganida hatto ustozim boshqa talabalardan so'rab olgunicha darsimni tayyorlab, yodlab olardim. Barchasi duo va ixlosning sababidan bo'lgan. Yoshlikda so'raladigan narsalar ham o'ziga yarasha bo'ladi. Inson ulg'aygani sayin so'raydigan narsasi ham kattalashib, mazmun mohiyati o'zgarib boraveradi. Sabr tagi sariq oltin. Insonlarni sabrga o'rgatamiz, lekin sabrdan keyin nimalar kelishini ham uqdira olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sabrdan keyin albatta yaxshilik keladi, deyilsa, inson butun qalbi bilan shunga ishonadi. Zero, inson qalbidagi ishonch, uning tanasidagi kuch-quvvat paydo bo'ladi. Duo bir ojiz yigitning hayotiy hayotini qanchalik o'zgartirganining quyida shohidi bo'lamiz. Ishsiz, bekorchi odam edim. 5 yil ish topolmay yurdim. Keyin Alloh taolo menga kenglik ochdi. Men doim Baqara surasini o'qirdim. Kechalari turib tungi namozlarimni ado etardim. Har oy Qur'oni Karimni bir marta xatm qilardim. Allohdan ishimni oson qilishini, kenglik berishini iltijo qilib so'rardim. O'tgan yili Arafa kuni
ko'p duo qildim. Barcha so'raganlarimga bosqichma-bosqich erisha boshladim. Ko'zim yaxshi ko'rmasdi. Ko'z nurim zaif edi. Davolanishga pulim yetmasdi. Juda qashshoq edim. Alloh menga rizq berdi. Jarrohlik amaliyotini ham o'tkazdim. Yaxshigina ishga ham joylashdim. O'zim yoqtirgan qizga sovchi qo'ydim. Unga uylanishni juda xohlardim. Hammasiga erishdim. Rizqim mo'l bo'ldi. Chunki Allohga to'liq ishonch va sabr bilan duo qilgandim. Allohdan barcha hojatlarimizni so'raylik. Ayniqsa Arafa va Juma kunlari, Qadr kechasi va hokazo duolar qabul bo'ladigan onlarda ko'proq iltijo qilaylik. Alloh bu duolarni albatta ijobat etadi. Yo Rab, bolamni saqlagin. Bir soliha ayolning o'g'li xorijda ta'lim olishga qaror qildi. Onasi esa o'g'li bormoqchi bo'lgan mamlakatda talabalar o'zboshimcha bo'lib, aynib buzilib ketayotganini eshitdi. Lekin o'g'lini to'xtatib qolishning uddasidan chiqa olmadi. Ko'pgina holatlar, sabablar yigitni xorijga ketishga majbur qildi. Ayol ishondi. Bildiki, Alloh bolasini saqlashga qodir zotdir. Namozlarida o'g'lini saqlashi uchun Allohga duolar qildi. Yillar o'tdi. Yigit o'qishni tugatib qaytdi. Yaxshi tomonga o'zgargandi. Masjidga qatnardi, kechalari turib namoz o'qirdi, amri ma'ruf va nahiy munkar qilardi. Oldin nega chiqmagan narsasiga erishgandi. Eng yaxshi vakil zot yigitni o'z holiga tashlab qo'yarmidi? Zero onasi, "Yo Rab, bolamni saqlagin", deya duo qilib turgan bo'lsa, "Senga suyandim, bolam borasida meni xor qilma, uyaltirma", deya qilingan iltijolarni ijobatsiz qoldirarmidi? Men esa haliyam kutardim. Alloh taolo istaklaringizni amalga oshirishga qodir zot. Mabodo tanglikka tushib qolsangiz, sizdan o'sha tanglikni oson ketkazadi. Bo'l desa bas, har qanday mashaqqat ortiga chekinadi. Lekin Alloh taolo har doim ham mushkulotimizni birdaniga ketkazib qo'ymaydi. Ba'zida farovonlikni kechiktiradi. Bularning barchasi Alloh bizni yaxshi ko'rganidan, o'ziga yaqinlashtirmoqchi bo'lganidandir. Siz Alloh duolarimni ijobat qilmayapti deb o'ylashga shoshilmang, balki ko'proq iltijo qiling. Keyinroq bo'lsa ham siz so'raganingizdan-da go'zalroq tarzda beradi. Faqat chiroyli sabr qilish va Allohga qaytish kerak. Bir masala meni ko'p bezovta qilardi. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdimki, odamlar izohlarda Baqara surasini o'qidim, foydasi bo'lmadi. Men ko'p istig'for aytdim, ammo mushkulotlarim arimadi. Duolar qildim, ijobat bo'lmayapti kabilidagi gaplarni ko'plab yozishgan. Ular zikrlardan foyda topmaganlarini, keyinchalik duo qilmay, salovat aytmay qo'yganlarini bildirishgan. Men Qur'onni qiroat qilib, uni doim yodda saqlab yurganim haqida boshimdan o'tgan bir voqeani aytib beraman. Bir kuni qiyin vaziyat yuzaga keldi. Yomon holatga tushib qoldim. Hamma narsamdan ayrildim. Baqara surasini o'qidim. Kechalari tahajjud namozlarini ado etdim. Istig'forni kanda qilmadim. Ko'p vaqtimni ibodat bilan o'tkazardim. Yillar o'tdi. Atrofimdagi duo qilgan, istig'for aytgan odamlarning holatlari yaxshi tomonga o'zgarib ketdi. Hatto bir o'rtog'imga kechalari ko'p namoz o'qish, duo qilishni maslahat berdim. Uning ahvoli ham batamom yaxshilandi. Men esa haliyam o'sha qiyin holatda edim. Lekin hech narsaga parvo qilmadim. Vaziyatim o'nglanmasa ham, eng katta yutug'im Alloh mening qalbimni o'zining ibodatlari uchun ochib qo'ygani bo'ldi. Doim Alloh bilan bog'lanib yurishga o'rganib qoldim. Ibodat va duolarni tark qila olmasdim, ammo ahvolim yaxshilanishini haliyam kutardim. 4 yil o'tdi. Menga Alloh taolo hammasini bitta qilib berdi. Hatto orzu qilganimdan ko'prog'ini inom etdi. Shuning uchun kutishdan zerikmang, noumid bo'lmang. Sabringiz chiroyli bo'lsa, bilingki, sizga berilajak ne'matlar ham ulkan bo'ladi. Alloh taologa nisbatan yaxshi gumon qilish kerak. Ishonish zarur. Ishonch hamma narsadan muhimdir. Faqat duoning o'zi kifoya qilmaydi, balki ishonch ham bo'lishi lozim. Alloh beradi degan aniq ishonch bo'lib, qalbni o'shanga bog'lash darkor. Alloh bizning qanchalik sodiqligimiz, unga ishonchimizni ko'rsa, keyin barcha so'raganlarimizni beradi. Istaklarimiz balki qisqa muddatda berilar, balki uzoq vaqtdan keyin Alloh bizga ularni inom etar. Barchasining hikmati bor. Har bir yaxshilikni Alloh o'z vaqtida beradi. O'zi qaysi vaqtda o'sha ne'matni bizga munosib deb bilsa, o'sha onda ato etadi. Hamma narsa ko'zimizga yomon bo'lib ko'rinsa-da, uning ichida ko'plab yaxshiliklar bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Shoyatki yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa va shoyatki yoqtirgan narsangiz siz uchun yomon bo'lsa, Alloh biladir, siz bilmassiz." Baqara surasi 216-oyat. Siz Allohdan falon vaqtda so'ragan narsangizni o'z vaqtida bermas, lekin siz so'ragan vaqtingizdan ko'ra manfaatliroq bo'lgan paytda ko'zingiz quvonchi
qilib beradi, inshaalloh. Bo'ldi. Alloh menga dunyoda bermasa kerak, oxiratga olib qo'yibdi degan joyingizda ham berib qo'yishi mumkin. Muhimi, aslo noumid bo'lmang. Allohga duo va iltijo qiling.